Bir narsaki, ota-ona har qanday holatda gapirishga farzandga huquqi bor. Biz ota-onani gaplarini sharhlamasligimiz kerak, muhokama qilmasligimiz kerak. Ota-ona to'g'ri gapiradimi, noto'g'ri gapiradimi, biz doim ota-onani gapini ma'qullashimiz kerak, lekin hayot taqdirlarimizda o'zi Alloh ochib beradi. Shu taqdirlar bo'yicha harakatlanishimiz kerak, aynan ilm yo'lida. Lekin ota-ona hech qachon farzandni yomon tarbiyasi uchun, hayotda muvaffaqiyatsiz bo'lish uchun hech qachon chorlamaydi. Lekin hozirgi vaqtda ma'lum bir yoshlarimiz ota-onani qaysidir ma'noda dushmandek tasavvur qilib oladi yoki qaysidir ma'noda uning yo'llarini to'sayotgandek ko'rinadi. Yo'q, bu mana shu yoshlarimizda ma'lum bir tug'yonlarda ochilmaganligida, ma'lum bir qalb ko'zlarini yopiqligida. Shuning uchun siz ota-onangizga ishoning 100% darajada. U qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u xoh o'qiganmi, o'qimaganmi, u qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun biz ota-onamizni duosini olgan holatda birinchi navbatda ota-onamizni niyatini va ota-onamizni orzusini amalga oshirish maqsadida biz dunyoga kelganmiz-ku, to'g'rimi? Faqat o'zing uchun yasha, o'zingni boyit, o'zingni hayotingni tikla, o'zingni tana degan g'oyalar hozirgi vaqtda kuchayib ketdi. Bu faqatgina insonni ruhiyatini, qalbini, tanasini, aqlini buzadi. Ya'ni inson tasavvur qiling, misol uchun shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, eng yaqin insoningiz kim bu hayotda? Agar hayot bo'lsa ota-onangiz. Bo'ldi. Bu hayotda ota-onadek maslahatdosh, ota-onadek suyandosh, ota-onadek bir umrga sizni qo'llab-quvvatlaydigan tirg'oq bo'luvchi va to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi inson yo'q.